Instagram'da o'tirsam shu video chiqib qoldi. Vau, menga kerak ekan dedim, sinab ko'rishga qaror qildim. Buning uchun bizga idishga uksus, spirt va limon kerak bo'larkan. Grillishdan bo'shagan idishimizni oldim va ichiga spirt qo'yishni boshladim. Ikkita idishda spirt quyib oldim. Undan keyin limonni oldimda suvini yaxshilab siqib, osh qoshiqda limonni suvini quyib oldim. Ana undan keyin uksusni ham olib, bitta osh qoshiqda uni ham quyib oldim. Va navbat grillif gelimizga keldi. Gelimizdan ham bitta osh qoshiqda quyib oldim. Undan keyin qopqog'ini yopib, yaxshilab aralashtirib tashladim. Va qizimni chiroyli qilib bezab qo'ygan rasmiga yaxshilab sepdim. Yana bir marta sepdim va artishni boshladim. Yaxshilab qattiq artdim. Bunaqasiga ham artdim, bunaqasiga ham artdim, lekin ko'rib turganlar endi natija yo'q. Xo'jayinim to'g'ri aytarkanlar, Instagramdagi hamma narsaga ishonmagin deb. Mana qizlar manda o'xshamadi. Balki sizlarda o'xshar, sinab ko'ringlar.